Ertalabdan Karis qaynokamga o'zbekcha ovqat qilib bergim kelib qoldi. Shuning uchun internetga kirib 1 soat qidirdim. Ertalab turishimgayoq ichini tozalaydigan Lactafit bilan halol sertifikati bor kollagenni ichib olaman. Bu kollagenni 99 ming so'mga skidkaga qo'yib qo'yganmiz. Bemalol Gangnam Style'dan xarid qilsangiz bo'ladi. Ertalabdan kofe ichib olmasam kunni bo'yi xayolim har xil joyda yuradi. Karis qaynonam shuncha tuxumni men uchun qaynatib qo'yibdilar. O'zlari ertalab nonushta qilmaydilar. Karis erimni ko'rganda tez kunlarda boramiz. Shuning uchun qaynonam menga qarab ozgina deb aytdilar. 3 yildan beri shu uyda yashayotgan bo'lsam, bir marta ham uyimizga quyosh nuri kirganini ko'rmadim. Ko'rib turganingizdek, o'sha obed bo'lyapti, lekin haligacha uyimizga quyosh nuri kirgani yo'q. Ko'chada quyosh charaqlab yotibdi. Koreyaning yeri juda ham kichkina bo'lganligi uchun uylarni bir-biriga yopishtirib qurib tashashadi. Va nihoyat Karis qaynokam xonasidan chiqdi. Tezda o'g'limni kirlarini mashinkaga solib qo'yishim kerak. Bizni uyda sim ochildi desa ham ochilmaydigan eshiklardan biri bo'ladi. Yuzimga pizzarillik namlantiruvchi krem bilan tonapli SPF'imni surtab bozorga yo'l oldim. Karis xolamiz bilan oyoq kiyim magaziniga borib, menga 2 ta oyoq kiyim zakaz qilib qo'ygandik va nihoyat zakazlarim kelibdi. Shuning uchun olib ketgani keldim. Qanaqa oyoq kiyim olganimni uyga borib raspakovka chek qilib beraman. Xullas, menga maslahatinglar kerak. Karis qaynokamga qaysi o'zbek ovqatni qilib bersam yoqar ekan, nima deb o'ylaysizlar?